Diqqat! Shoshilinch tezkor xabar. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan El Ardog'dagi taniqli aktrisa Muyassar Berdiqulova bugun tongda og'ir judolik bo'ldi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, teatr va kino aktrisasi Muyassar Berdiqulova oshqozon jarrohlik amaliyoti, kosmetologga borishidan uyalmasligi, bolalik xotiralari va shaxsiy hayotini ommadan berkitishi haqida intervyu berdi. Oshqozonim hajmini kamaytirib ozib ketdim. Muyassar Berdiqulova kundan kunga yosharib borayotgani haqida shunday deydi. Avvalo insonning ichki tabiati, ruhiyati toza bo'lishi kerak. Hatto dushmanning ham yutug'ini to'g'ri qabul qila olgan odamga yoshi ulg'aygan sari Alloh istarib berib boraverar ekan. Bunga amin bo'ldim. Bundan tashqari, san'at odamimiz hammaga namuna bo'lib, o'zimizga o'rnak bo'lishimiz kerak. Juda xushbichim bo'lmasam ham, yoshimga yarasha shunga harakat qilaman. Men ko'rgan ayollar, Muyassar opaning yoshida biz ham shunday bo'lishimiz kerak deyishini xohlayman. Hozir aynan kosmetolog bilan ishlaydigan yoshga yetib keldim. Yoshlar yuziga bo'rtiriq qilib oladigan muolajalarni eng minimal darajada o'zimga qildira boshladim. Bundan uyalmayman. Chunki yoshim shuni taqozo qilyapti. Mening yoshim 30 da, 45 da, 50 da, hatto 55 da ham emas. Aynan shularni qabul qiladigan davrdaman. Bundan tashqari, bariatriya jarrohlik amaliyoti, oshqozon hajmini kamaytirish orqali vaznni kamaytirish qildirganman. Shu operatsiyadan keyin orada juda ozib ketdim. Hamma kasaldek ozib ketdingiz dedi, lekin hozir o'zimning normamga kelib oldim deydi Muyassar Berdiqulova. Olma bilan o'rik bo'larmidik? Dugonam olma bilan o'rik bo'larmidik degan gapni ko'p takrorlaydi. Yoqtirmayman shu iborani. Buni aytish shart emas. Shundoq ham qariyapmiz, ammo qariyapman deyaversak, yana ham ko'proq kasal bo'lamiz. Doim kuchga to'lib yurishimiz kerak. O'zimizni o'zimiz o'ylamasak, farzandlar ham, nevaralar ham o'z yo'liga. Har bir yoshning o'zining zavqi bor. Dugonalarim bilan hozir bola chaqadan qutulganmiz. Hamma o'zining sevgan ishini qilyapti. Hali 80-90 yoshga kirsak, shu davrimizni qumsaymiz. Hozir ham yoshimiz, men hozir o'zim uchun yashayapman deydi aktrisa. Hamma mening oilamga qiziqadi. Muyassar Berdiqulova shaxsiy hayoti, oilasi haqida hech qaysi intervyularda gapirmaydi. Ko'z tegadimi, qo'rqadimi yoki aytishga cho'chiydigan holat bormi? Mening birovning oilasi bilan ishim yo'q, lekin hammaning mening oilamga qiziqadi. Bu oila mening oshxonam. U yerda nima bo'ladi, kim o'tiradi, kim choy ichadi, kim ovqatlanadi, hammasi menga tegishli. Tashqariga esa tayyor taomni olib chiqaman. Oshxonamga kimdir kirib, unda bo'layotgan ishlar haqida xabar topishini xohlamayman. Oilada erkin bo'laman. Tashqarida birov bilan juda ehtiyotkorlik bilan gaplashaman deydi aktrisa. Sinfdoshlarimning ehtiromidan ko'zim yoshga to'ldi. Namanganning Norin tumanidanman. Institutga kirguncha u yerda bo'lganman. Bahor kelib, hamma yoq yashillikka burkanganda yana o'sha yerlarga borgim kelaveradi. Ota-onam o'tib ketishgan. Aka-ukalarim, opalarimning hovlisida mazza qilaman. O'tgan yili borganimda 40 yil ko'rmagan sinfdoshlarim bilan uchrashdim. Men kelishimga kafeda joy buyurtma qilib, musiqalar qo'yib, sinfdoshlarimning hammasi ikki tomonda jonli yo'lak bo'lib turib olishibdi. Mashinadan tushishimda hozir davraga O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, sinfdoshimiz, jamalak dugonamiz Muyassarxonim Berdiqulova kirib kelmoqda desa, yig'lab yuboray dedim. Hammasi ko'nglimga qarab, yosh qizchaday erkalatib gapirishdi deydi aktrisa. Loyqa suvga bo'kkan non yesakda sog'lom yurganmiz. Dadam sal qizg'anchiq edi. Bolaligimda buvimning uyida kechqurun hech qoldirmasdi. Mehmonga kelsak ham uyg'otib olib ketmoqchi bo'lardi.
Tog'amning qizlari bilan bir ko'rpaning tagida yotib katta bo'lganmiz. Bobom saharda namozini o'qib bo'lib bizga dam solib qo'yardi. Buvim esa kechqurun o'rtamizda yotib bizga Fotiha va boshqa suralarni o'rgatib uxlatardi. Ariqlarda cho'milardik. Kelinoyim pishirib bergan kulchalarni ariqning suvida sovitardik. Loyqa suvda bo'kkan yon yegan bo'lsak ham hech kasal bo'lmaganmiz. Maktabda dalaga, yaganaga chiqasizlar, attestatni keyin beramiz deyishardi. Yaganani qilib bo'lgach ariqdan suv ichardik. Tut daraxtini qoqib yerga to'kilganlarni yerdik, lekin juda sog'lom yurardik deydi bolaligini eslaydi Muyassar Berdiqulova. Muyassar Berdiqulovaning shu vaqtga qadar topgan eng katta boyligi nimada? Boyligim ko'p narsada. Sevgan kasbim, sog'ligim bor. Sog' bo'lsam hamma narsa qila olaman. Sog' bo'lsangiz hammaga keraksiz. Farzand ham, turmush o'rtoqqa ham, do'stlarga ham. Kasal bo'lsangiz 1-2 marta eslagandan so'ng unutilib ketasiz. Har kuni ertalab turib, oynaga qaraganimda o'zimga seni yaxshi ko'raman deyman. Buni menga yaqinda Zuhra Soliyeva o'rgatdi, deydi aktrisa bergan intervyusida. Ma'lumot uchun, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Muyassar Berdiqulova bu yil 57 yoshni qarshiladi. Hamisha yosh va go'zal bo'lishiga intiladigan aktrisa bugungi kungacha ko'p qiyin kunlarni boshdan kechirgan. Shunday bo'lsa-da, aktrisa dardini doston qilishni istamaydi va hammasini tabassumi ortiga yashirish haqida gapirdi. Muyassar Berdiqulova maktabda yaxshi baholarga o'qimagani uchun institutga o'qishga kirgani haqida ustozlari eshitib hayron bo'lishgani haqida gapirdi. Bolaligimda juda ham sho'x qizcha bo'lganman. Namangan viloyati Norin tumanining Xalqobod degan kichkina shaharchasida tug'ilganman. O'sha yerda katta bo'lganman. Bolaligim o'tgan maktabda o'qib yurgan kezlarim ham ustozim Maqsudaxon aya yerga ursa ko'kka sapchiydigan Berdiqulova qaysi biringiz deb so'ragan. Esimda. Men deb turganman. Ozg'in bo'lganman. Haqiqatan ham shunaqa edim. Maktabda a'lochi bo'lmaganman. O'g'il bolalar oladigan bahoda o'qiganman. Fe'l atvorim ham shunaqa bo'lgan. Bitta umumiy daftar tutganman. Daftarni u tomoniga boshqa fanni, narigi tomoniga boshqa fanni yozardim, deydi aktrisa. Aktrisa dadasidan qolgan bir sandiq boylik haqida ham aytib o'tdi. Dadam juda san'atga qiziqqan inson bo'lgan. Onam ham qo'shiq xirgoyi qilib, ish qilib yurardi. Ko'p kitob o'qirdi. Tomni tepasida sandiq bo'lardi. Sandiq ichida to'la kitob bo'lgan. Gide Mopassangacha o'qir edi. Hamma kitoblar bor edi. Shu darajada kitobni yaxshi ko'rardiki, lekin o'zlari san'atga yaqin odam bo'lmagan. Dadam revizor bo'lib, onam tug'ruqxonada ishlagan. Onam ham, otam ham oddiy inson bo'lgan. Men hech qachon onamning qattiq urishganlarini yoki qarg'aganlarini eslay olmayman. Ismlari Dilbarxon bo'lgan, ismlariga mos inson bo'lganlar. Birorta insonni g'iybat qilganlarini eshitmaganman. Xalqobod shaharchasidagi insonlar ham onamni juda toza, pokiza bo'lganini eslab gapiradi. Onam o'tgan, o'zim ham ozodlikka juda injiqman, deydi aktrisa. Aktrisa bolaligida o'g'il bolalarga xos fe'l-atvor egasi bo'lgani, u sabab o'g'il bola do'sti jiddiy jarohat olgani haqida ham so'zlab bergan.